YouTube kanalimizga maxsus narxlari bilan aytib beramiz. 1 voltimiz tayyor bo'ldi akalar. 0 dan 100 gacha polniy remont. Kelgan holatini ham qo'yuvdik. Qaranglar, qilingan ishlari, avtorasxod, gidrokompensatorlari ham alishdi, chaqirardi. Korzinka peredolari ham qilindi, spleni yumshatildi. 0 dan 100 gacha endi gilza, portion, kolsa, golovka remont, yangi klapan, chiqaruvchiga направляющий, сорочка проtilka, сборка, mana yurish turishlari hamma yo'q, xudo xolisa go'zal holatda. Hozir narxini ham aytib o'taman. Bosib o'tgani 469 ming. O'tib ketyapsin endi shu traktor. Mana ovozlari ham sizga yoqdi, egalariga yoqadi akalar. Endi bu shu videodan boshlab xudo xolasa YouTube'ga narxlari bilan chiqarishga xudo xolasa harakat qilamiz akalar. Mana sababi obunachilar ichida Dons 1.6 minadiganlar ham ko'p. Endi qiziqib qolishadi-yu. Obuna bo'lib, like bosib, shu qo'ng'iroqchalar bosib turasizlar. Akalar, bu mashinamizni hozir endi moyam o'tib ketyapti. Egalarini kutyapmiz, hozir kelishadi. Bu mashinamizni motoris xizmati, moyka, shlipovka hamma yo'q ichida 6 million 880 ming so'm, 6 million 900 ming so'm bilan olib chiqib ketadi. Qilingan narsalarini ham bir qator eslab qo'yinglar. Korzinka peredol, gidrokompensator, portion hamma yo'llari bilan birga. Sog' bo'linglar, shu kichkina mehnatimizga like bosib qo'ysanglar. Sog' bo'linglar, salom.